Assalomu alaykum. Hozir siz bilan Extrude modifikatori bilan tanishib chiqamiz. Qanaqa ishlatishlarni o'rganamiz. Xo'p, buning uchun liniya hosil qilamiz, ya'ni shapesdan любой bitta liniya hosil qilishimiz mumkin. Xo'p, keyingisiga misol uchun donut mana hosil qildik. Xo'p, biror bitta ya'ni elementimizni spline'imizni belgilaymiz. Modifierga o'tib turib, modifier listdan extrude, ya'ni inglizcha i knopkani bosadigan bo'lsak, mana i da birinchi chiqib keladi. Shu yerda mana extrude tanlaymiz. Extrude tanlaymiz, amount bo'limidan, ya'ni buni balandligi berishimiz mumkin mana balandligini. Keyingisi segment tushunasizlar o'zi, ya'ni segmentlari. Qolgan narsalar o'zi pashti shart emas. Ya'ni asosiy narsamiz mana amount bilan segmentni tushunib olsak bo'ldi. Ya'ni bu balandligi, bu segmentlari. Xo'p, keyingisiga ham xuddi shunaqa extrude ini ikki marta bosadigan bo'lsa mana extrude chiqdi. Extrude sразу mana ya'ni line'imizga bergan modifikatorimizda saqlanib qolgan razmer bo'yicha segmentlar bo'yicha sразу bunga ham berib yubordi. Chunki oxirgi bergan extrude modifikatorimiz bo'yicha o'zini xotirasida saqlab qoladi. Bu yerdan bemalol o'zgartirishimiz mumkin. Segmentlar kerak emas bo'lsa, mishkani o'ng tarafini strelkaga bosadigan bo'lsak, mana bir holatiga tushadi. Bemalol ishlashimiz mumkin. Keyin bu liniyamizni qanaqadir o'zgartirmoqchi bo'lsak, ya'ni liniya holatiga qaytib turib, bemalol mana o'zgartirishimiz mumkin. Bemalol extrudega o'tadigan bo'lsak, ko'rishimiz mumkin. Oxirgi rezultatni mana show end result yoqib qo'yib, nuqtalarimizni ham bemalol o'zgartirishimiz ham mumkin. Hozir bu yerda nimaga segment hosil bo'lyapti? Ya'ni segment hosil bo'lishi bu bezier corner turibdi. Agar hammasini belgilab turib Ctrl A bilan corner qiladigan bo'lsam, buni har qanaqa holatga, pozitsiyaga keltirishimdan qat'iy nazar oralarida segment hosil bo'lmaydi. Xo'p, bemalol shunaqa ishlatishimiz mumkin. Extrude vazifasi shu. Undan tashqari oddiygina topdan qarab turib, liniyadan devorimizni misol uchun chizishimiz mumkin. Misol uchun shunaqa devor deylik. Bunga ham mana extrude beramiz. Segmentlarni 0 qilib qo'yamiz mana. Balandligini berishimiz mumkin. Undan tashqari yana boshqacha liniyalar chizishimiz mumkin, ya'ni shakl. Misol uchun mana buni bezier turibdi, ya'ni frontdan qarab, hozir topdan chizildi, hammasi frontdan qarayman-da, misol uchun. Mana bunaqangi ozgina avval shakl boshqacha shakl keltirdik. Bunga ham xuddi shunaqa extrude berishim mumkin. Misol uchun extrude beradigan bo'lsam, mana qalinligini belgiladi. Botga bunaqa ko'p emas, misol uchun 20 qiladigan bo'lsam, mana qalinlik belgiladi. Endi topdan qaraydigan bo'lsam, bu tekis turibdi. Buni liniyaga o'tkazaman-da, buni mana bunaqa show end result yoqib qo'yib, nuqtalardan ushlab, ya'ni bir tekis yuzada emas, yuzalarni mana bunaqa har xil shaklga keltirib o'zgartirsam bo'ladi. Bundan oldin hammasini smoothga o'tkazib olishim kerak. Men smoothga o'tkazib olsam, ya'ni smoothga o'tkazganimdan maqsadim
bezier corner yoki bezier bo'lganda buni qo'llari chiqib qolgan bo'lardi. Ya'ni bu smooth qo'lsiz bizga mana bunaqangi silliq shaklda keltirib chiqaradi. Undan tashqari biz ya'ni liniyada refine'da ya'ni nuqtalar qo'shib yoki kerak emas nuqtalarni udalik qilib tashlab bemalol ishlashimiz ham mumkin. Undan tashqari frontdan qarab turib tekst, misol uchun tekst hosil qilamiz-da. Tekst nomini misol uchun har xil narsa yozishingiz mumkin. Misol uchun men o'zimning ismimni yozdim. Ismimni yozib turib, bu yerdan extrude berishim mumkin. Extrude beradigan bo'lsam, yozuvim uje qalinligiga ega bo'ldi. Oddiygina liniya ko'rinishidan qalinligiga ega bo'ldi. Tekstga o'tib turib, buni shriftini, ya'ni parametrlardan o'zgartirishim mumkin. Har xil. Mana shrift o'zgaryapti. Size bu razmeri, mana bu oraliqdagi masofalarni mana ko'rishingiz mumkin. Keyingi parametri hozir bu yerda ko'rinmayapti. Xo'p, buni o'ltirilsin. Ya'ni orasidagi masofasi. Shunaqa qilib tekstimizni ham, ya'ni 3D ko'rinishiga keltirishimiz mumkin. Bemalol. Ana endi siz bilan extrude berishdagi xatolar haqida gaplashamiz. Xo'p, devor hosil qilayotganda qaysi ya'ni viewportdan chizayotganingizga ahamiyat beringlar. Ko'pchilik misol uchun ko'pchilik emas, bir xilli frontdan chizib qo'yishi mumkin. Agar frontdan chizadigan bo'lsa, misol uchun liniyani mana frontdan chizib qo'yadigan bo'lsa, bunga extrude beradigan bo'lsak, mana extrude beradigan bo'lsak, mana bu joyi hozir ya'ni bezier corner bo'lib qolibdi. Cornerga o'tkazib qo'yaman. Bu joyini bu bilan teng qilib qo'yadigan bo'lsam, extrude beradigan bo'lsam, ya'ni gorizontalniy bo'lib o'syapti bu. Ya'ni bizga devorimiz har doim vertikalniy bo'lgan, gorizontalniy o'smaydi. Buni endi rotate'da o'girishimga to'g'ri keladi, ya'ni 90 gradusga. Bundan ko'ra boshida ahamiyat beringlar chizayotganda har doim topdan chizishga. Xo'p, ikkinchi xato liniya chizayotganda, umuman devor hosil qilayotganda devor hosil qildik, misol uchun devor hosil qilinganda extrude beramiz. Extrude berganimizda bizda boshqacha holat yuz berdi, ya'ni devorimizni orasi bo'sh turibdi. Tashqi tarafi qora bo'lib qolganining sababi liniyamiz teskari turibdi. Ya'ni liniyamizni belgilab turib, reverse qiladigan bo'lsak, teskari tarafga o'giriladi. Extrude qiladigan bo'lsak, mana yana o'zini normal joyiga qaytdi. Normal temasini ham oldingi darslarda gaplashib o'tgan edik. Xo'p, xatoga keladigan bo'lsak, mana devorimiz ya'ni объемный bo'lmadi, orasida bo'shliq hosil bo'lib qoldi. Chunki bizda mana bu burchakda nuqtamiz ulanmay qolgan edi. Ulanmay qolgani sababidan bizda devorimiz объемный bo'lmadi. Buning uchun liniyamizni mana belgilab turib yoki buni joyiga keltiramiz. Mana 2,5 snapda, ya'ni magnitda joyiga keltirib turib weld qilishimiz kerak. Ikkalasini belgilaymiz. Mana weld qilganimizda mana uje bir-biriga ulandi. Endi extrude'ga qaytadigan bo'lsak, bu объемный bo'ladi. Agar bizda liniyadan orqaga qaytdim, misol uchun bitta liniyamiz sal uzoqroqda bo'ladigan bo'lsa-da,
liniyamizni devor ko'tarayotganimiz edi. Ya'ni qirrali, burchakli devor bo'ladigan bo'lsa, Ctrl A qilib turib hammasini kornerga o'tkazib olishimiz kerak. Shunga ham ahamiyat beringlar. Mana nuqtalarni, ya'ni weld qilaman desam birlashmayapti. Chunki weldda mana rastiyanasi, ya'ni oradagi masofasi, nuqtalar orasidagi masofa berilgan 0,1 sm, bu 1 mm degani. Millimetrda bo'lsa, millimetrda ko'rsatadi 1 mm deb. Xo'p. Nima qilishimiz kerak? Uning uchun nuqtamizni yoniga yaqinlashtiramiz. Yo'qkin mana bu sonni misol uchun 0,5 qilib weld qilsak bo'lmadi. Demak, 0,5 dan ikki nuqtani orasidagi masofa katta. 1 qilib ko'ramiz. Misol uchun 2 qilib ko'ramiz. Demak, 2 dan ham katta ekan. 5 sm ichida ekan. Lekin buni o'zidan o'zi misol uchun 20-30 qilib belgilab olmaylik. Keyin buni belgilayotganda bir xil nuqtalar bor. Juda ham orasi, rastiyanasi yaqin bo'ladi-da, sizlar qaysi nuqta ya'ni bir-biriga ulanmaganini bilmay qolasizlar. Shunda eng oson yo'li Ctrl A bilan hamma nuqtalar belgilanadi va bu yerdan weld qilinadi. Misol uchun 1 sm ichida yoki undan kichkina bo'lgan masofada weld qiladigan bo'lsangiz, mana sariq bilan belgilandi ulangan nuqta. Ikki nuqta ulandi, sariq bilan atmetika bo'lib turibdi. Bu yerda katta son bermaylar degani, misol uchun 30 sm qilib turib, Ctrl A bilan bu yerda weld qiladigan bo'lsanglar, 30 sm rastiyani ichida bo'lgan nuqtalar bir-biriga yopishib ketib qoladi. Buni weld darsimizda ham o'tib ketgan edik. Shunga ehtiyot bo'linglar. Ekstrud beradigan bo'lsak, mana o'sha объемli oralari to'liq holatda ekstrud bo'ldi. Xo'p, 3-xatoyimiz, misol uchun bu yerda ham xuddi shunaqa liniya chizganimizda, ya'ni liniyalarimiz agar net qilib ulanmaydigan bo'lsa, mana orasidagi masofa, ya'ni nuqtalarimiz ulanmadi. Shu yerda poliga o'giradigan bo'lsa, mana edit poliga o'giradigan bo'lsa, splineimiz yo'qolib qoldi. Joyida turibdi, lekin ko'rinmayapti. Chunki bizda nuqtalarimiz ulanmagani sababli bu yerda ko'rinmay turibdi. Ctrl Z qilib orqaga qaytamiz. Buni ham ulaymiz. Mana ulaymizda, keyin poliga konvert qiladigan bo'lsa, mana o'sha liniyamiz ya'ni uch ko'rinishiga keladi. Ya'ni poliga konvertatsiya bo'lib ko'rinishni boshlaydi. Poliga o'girgandan keyin biz ekstrudni qidirmaydi, chunki ekstrud chiqmaydi bu yerda modifikatori. Buning uchun mana shunaqa poliga o'girib turib, ya'ni devorimizni ko'taramiz desak, bizga ekstrud emas, boshqa modifikator ishlatishimizga to'g'ri keladi. Bu modifikator haqida keyingi darsimizda Xudo xolisa tushuntirib o'tib beraman. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.